Shu vatanda tug'ilibmiz, shu vatanda o'lurmiz. Yo vatan, yo sharafli o'lim. Men Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Xivaki al-Xorazmiy dunyoga Shayx Najmiddin Kubro nomi bilan tanildim. Ma'naviy vorislik zanjiri ila kubroviylik tariqatiga asos soldim. Ilm ma'rifat yo'lidagi intilishim sabab Najmiddin Kubro dinning eng yorqin yulduzi degan martabaga erishdim. Tariqat ahli o'rtasida Shayx Vali Tarosh, avliyolar tarbiyachisi deya e'zozlandim. Minglab shogird, yuzlab musulmon olamiga dong'i ketgan olim va valilar yetkazdim. Kishilarni ezgulikka, ilmga, saxovat va mardlikka da'vat qildim. Asosiy vazifa sifatida komil insonni tarbiyalashga umrimni bag'ishladim. Biroq sershovqin ilmiy faoliyatim ona vatanimga yog'iylarning bostirib kirishi bilan ostin-ustin bo'ldi. Xalq manfaatini ustun sanamaslik, urug' aymoqchilik kabi ildiz otgan illatlar va davlat boshqaruvidagi ketma-ket xatolar sabab yurtda parokandalik boshlandi. Bu Xorazmshoh saltanatidan omad ketganiga ishora edi. Bir dev bor ichimda, asti pinhon bo'lmas. Boshini egmoq oning oson bo'lmas. Iymon ne ekanligin ming anglatsam-da anga, kofirdir u ashaddiy, hech musulmon bo'lmas. Hukmdor o'z yurtini tashlab ketgach, shahar aholisi himoyasiz, yetakchi sardorsiz qoldi. Yoshim 76 ga chiqqan bo'lishiga qaramay, shahar mudofaasini tashkil etdim. Barcha qatori vatan himoyasiga otlanib, qo'limga qilich oldim. Ko'kna vatanim Urganch 7 oy qamal holatda qarshi turdi. Yog'iy tomondan shaharni topshirib, o'z yaqinlarim bilan chiqib ketish, omonlik va boylik va'dalari qayta-qayta bildirildi. Yo'q, men o'z yurtimni, o'z xalqimni tashlab hech qayoqqa ketmadim. Yaxshi yomon kunida birga bo'lgan xalqim ila bir tomchi qonim qolgunicha kurashdim. Shu vatanda tug'ilibmiz, shu vatanda o'lurmiz. Yo vatan, yo sharafli o'lim. Bu mening bosqinchilarga aytilgan qat'iy so'zim edi. Bilginki, vatansiz martaba, yurtsiz hayotdan ma'no yo'q. Yog'iga xizmat qilish or-nomus masalasidir. Bizni yelkamiz tog'ni ko'tarur, ammo bu isnodni ko'tara olmas. Avlodlarim, vatan manfaati har narsadan ustun. Uni hech bir shartlarsiz seving va doimo himoyasida bo'ling.